Sizlar bilan men yana Dilsafarman. Xo'sh do'stlar, bu videolarımizda sizlar bilan Dream Liga Soccer 2026 o'yinidagi Idris 26dagi shu eng foydali va eng arzon futbolchilarni aytib o'tamiz va sanab o'tamiz do'stlar. Bu video sizlarga yoqishi aniq do'stlar. Shuning uchun videomiz boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Top 1-o'rin va 2-o'rinni sizni aniq hayratda qoldirishi aniq do'stlar. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, chunki 1-o'rindagi futbolchi zo'r bo'lishi va sizga ham ma'qul kelishi mumkin. Qani unda 10-o'rindan boshlaymiz. Bitta narsani eslatib o'taman do'stlar. Menda hozirgi aytib o'tadigan futbolchilar meni komandamda, ya'ni o'zimni tarkibimda yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu yerda overlay orqali chiqaraman, sizni ekraningizda chiqishi mumkin. Qani bo'lmasa 10-o'rinni aytamiz. Xo'sh, 10-o'rin Benjamin Sesko. Sesko hujumchi sifatida juda foydali, bo'yi baland, hujumda yaxshi harakat qiladi va darvozaga zarba berishda ham yordam beradi. Agar sizga arzonroq hujumchi kerak bo'lsa va bo'yi balandroq, bosh bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchi kerak bo'lsa, Sesko yaxshi variant bo'lishi mumkin. Xo'sh bo'lsa 9-o'rin Aleksandr Sorlov do'stlar. 9-o'rinda shu. Bu futbolchining eng katta kuchi, jismoniy kuchi va bo'yi jarima maydonida hujumchi sifatida juda foydali. Ayniqsa baland to'plardan foydalanishni yaxshi ko'rsangiz, Sorlov sizga juda mos do'stlar. 8-o'rinda esa Kai Havertz. Xo'sh, Kai Havertz juda universal futbolchi. Uni hujumda ishlatish mumkin va o'yinda to'p bilan harakat qilishda ham yaxshi yordam beradi. Shuning uchun tarkibida universal futbolchi bo'lishini xohlaydiganlar uchun Havertz juda yaxshi tanlov do'stlar. 7-o'rin esa hamma GOAT deb yuradigan o'sha 80 reytingli bu Antony. Antony qanotda o'ynash uchun foydali. Uning tezligi va driblingi orqali qanotda hujum uyushtirish mumkin. Agar siz texnikasi yaxshi bo'ladigan qanot futbolchisi kerak bo'lsa, Antonyni sinab ko'rishingiz mumkin. Xullas do'stlar, Antonyni 7-o'ringa qo'yamiz. Sizga shu texnikasi kuchli futbolchi kerak bo'ladigan bo'lsa, Antonyni sizga tavsiya beraman. 6-o'rin esa Nico Williams. Mana bu futbolchi juda tezkor. Nico Williams aytib o'taman. Qanotdan yugurib chiqib, raqib himoyachilarini ortda qoldirishda juda foydali. Tezkor qarshi hujumlarni yoqtiradigan uchun Nico Williams juda yaxshi variant. Shuning uchun sizga shu Nico Williamsni olishni tavsiya beraman. U juda ham tezligi kuchli do'stlar. Menimcha adashmasam tezligi 89 edi. Juda ham zo'r o'yinchi do'stlar. Xo'sh bo'lmasa 5-o'rin. Bu Barselona chap qanot hujumchisi Rafinha. 85 reytingli. Rafinha qanotda juda foydali futbolchi. Tezligi, driblingi va hujumdagi harakatlari bilan raqib himoyasiga muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun men uni top 5 ga qo'ydim. U 5-o'rinni egallaydi. Va 4-o'rinda aytadigan bo'lsak, Ferran Torres do'stlar. Ferran Torresning yana bir yaxshi tomoni, uni hujumda turli vazifalarda ishlatish mumkin. Idris 26 da u 80 reyting bilan ko'rsatilgan va zarba ham tezlanish ko'rsatkichlari yaxshi. Shuning uchun arzonroq, lekin foydali hujumchi qoldirayotganlar uchun yaxshi variant. Bilsalaring kerak do'stlar, Ferran Torres Barselonadan PSG ga o'tdi, shu oy o'tdi, bilsalaring kerak buni. Men Telegram kanalimga ham qo'shilib qo'ygan bo'lsangiz, bilib olasiz do'stlar hammasini. Xo'sh bo'lmasa, endi 3-o'ringa keladigan bo'lsak, bu nihoyat top 3 ga ham keldik. Shuning uchun buni aytib o'taman. Jeremy Doku juda tezkor va driblingi bilan ajralib turadi. Qanotda hujum qilishini yaxshi ko'rsangiz, u juda foydali bo'lishi mumkin. Bilasizlar do'stlar, u har bitta komanda, ya'ni klublarga qarshi o'ynaganda ularning himoyachilarini bemalol tezlik va driblingi bilan oqqizib qo'yadi va zamahga tortadi do'stlar. Endi 2-o'rin va 1-o'ringa keldik do'stlar. 2-o'rin bu Luis Diaz do'stlar. Va mana bu o'rinda Luis Diaz egaladi. 2-o'rinda Luis Diaz juda tezkor, driblingi yaxshi va qanotda juda foydali. U bilan raqib himoyachisini aldab o'tib hujumga davom ettirishi mumkin. Shuning uchun men Luis Diazni 2-o'ringa qo'ydim do'stlar. Bilsalaring kerak, Bavariyada ham o'yinni juda ham yondirmoqda. Real Madrid bilan o'ynaganida esa adashmasam shu 5-golini urganida, 5-golini uzoqdan zo'r gol urib qo'ygandi do'stlar. Bilsalaring kerak, buni juda ham zo'r gol bo'lgan o'sha paytda. O'zim realchi bo'lsa ham shaxsan shu golga dahshat urib qo'ygandi. Qo'shmamizdan chetlashmaymiz va 1-o'ringa keladigan bo'lsak, hamma taniydigan bu
Paris Saint-Germainning chap qanot himoyachisi Kvicha Kvaratskhelia. Va nihoyat bu birinchi o'rin do'stlar. Kvaratskhelia mening fikrimcha ushbu ro'yxatdagi eng foydali futbolchilardan biridir. Uning driblingi, tezligi va qanotdagi harakatlari juda yaxshi. Agar sizga hujumda raqibni aldab o'tadigan va qanotdan xavf yaratadigan futbolchi kerak bo'lsa, Kvara juda yaxshi tanlov. Shuning uchun birinchi o'ringa Kvaratskhelia. Xo'sh do'stlar, yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Sizga bu bonus tariqasida bo'lishi mumkin. Dilis yangilandi, bilsalar kerak do'stlar. Bugun yo kecha yangilandi. Uni hozir yaxshi tomonlari juda ham ko'p do'stlar. Mana hozir bir ko'rsatib beraman. Mana bu yerdan hozir shunchaki o'rtoqlik o'yiniga kirib ko'ramiz. Barselonaga qarshi ekan. Xo'sh, bu yerda hozir Barselona bilan bir o'yinni boshlaymiz. Hozir bir yaxshi tomonni ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu yerda hozir o'yinni boshlanadi. Boshlangandan keyin siz mana bu yerda stopni bosib, bir futbolchini zamina qildirishingiz kerak. Masalan, biz bu yerga Husanov o'rniga Virgil van Dijkni, Teo Hernandez o'rniga Nuno Mendes, Vinicius Junior Kvaran o'rniga, Hakimi Bastonin o'rniga va bu yerga Mbappe Sorloth o'rniga qo'ysak, bu yerga boshqa futbolchi qo'yib bo'lmaydi. Xo'sh, mana endi qaranglar, mana zamina bo'ldi. Endi outga tepib yuboramiz. Mana. Ko'rib turganingizdek, hozir ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana bu yerda zaxirada almashayotganda ham juda yaxshi foydalanmaydi. Almashayotgan, ya'ni yangicha uslubda almashilyapti do'stlar. Xullas do'stlar, dilisini shu yangilanish hali to'xtamadi. Hozir biz bu yerdan chiqib ketamiz. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Yamalni tushiramiz hozir bu yerda. Vinicius, Kylian Mbappe va Lamine Yamal qayerda edi? Mana bu yerda ekan. Qaranglar do'stlar, bu yerda yana bitta yangilanish bo'lgan. Hozir ko'rsataman buni ham. Xo'sh, hozir bir o'yinni boshlab yuborsak, mana bu yerdan trenerlik o'yinidagi. Qaranglar, mana shu yerdan qaytarib ko'radigan bo'lsak, Kylian Mbappening yuziga yaxshilab e'tibor beramiz. Mana. Yuziga yaxshilab qarasanglar, o'zgarishni sezasizlar do'stlar. Mbappeni ham yuzini bir gap o'xshatib qo'yibdi do'stlar. Mana qaranglar, mana sochi ham sal tepaga torttirilgan. Va keyingisi Lamine Yamal do'stlar. Lamine Yamalga qarashingiz mumkin. Boshida uni sochi shunchaki sariq edi, endi qaranglar, sal qora va oq bunaqa bog'ichi boshiga taqilgan. Juda ham bir gap o'xshatgan Lamine Yamal yuzini. Va Vinicius Juniorga qarang, e'tibor beramiz endi. Mana iyagi ham tortilgan, sal mana ko'rishingiz mumkin. Mana yaxshilab ko'rib e'tibor bersalaring, sal soqol ham qo'shilgan. Sal betini, yuzini sal tag taraflariga qo'shilgan va iyagi ham sal tortilgan. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Dilis hozircha shuncha kichik yangilanishlar qo'shdi va bundan ham keyingi yangilanishlarni bemalol kutib olamiz va bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. U yerda har hafta konkurslar bo'lib o'tadi va Dilis haqidagi yangiliklarni bemalol bilib olishingiz mumkin do'stlar. Xo'sh, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Mana shu top 10 ta futbolchilarni olsangiz, pulingiz ham tejiladi va jamoangizga ham yaxshi rivojlanishlar olib keladi do'stlar. Va bu bonus tariqasida bo'ldi. Dilis haqidagi yangilanishlarni ko'rsangiz va keyingi yangilanishlar ham video qilib, iloji boricha ma'lumotlar topib sizga video qilishga harakat qilaman. Xo'sh bo'lmasa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar.